bitta ikishga bering desam yo'q deb. Bundan qolmaydi. Ya bo'lib olamiz. Yana qo'shib yetadi. Yetadi, 2 litr yetadi. Assalomu alaykum, hurmatli fermerlar, dehqonlar. Bugun 2025-yil 20-noyabr. Bugun biz shudgorlanadigan ekin maydonimizga kelganmiz. Ertaning xudo xolisi haydovlarni tushiramiz, haydov texnikalarini tushiramiz. Bu maydonga nimaga bizni ochiq yerga dori preparatlarimizni sevamiz, shu haqida ma'lumot berib o'tib ketaman. Xo'p, eng avvalo bu ekin maydonimizga biz organik F preparatimizni shu bilan birgalikda Biasili BV preparatlarimizni sepishni boshladik o'rtoqlar. Nimaga sevamiz, nima sababdan sevamiz, shu haqida ham ma'lumot berib o'tib ketamiz. Ma'lumki, o'sha hozirgi kunda keng ommalashgan Kun.uz saytida Erkin Abdullahatov har haftada yo'q, har 2 haftada bir marta ob-havo ma'lumotlarini berib boryaptilar. Ular aytayotdilarki, qish oylari bu yil sal iloqroq keladi, nisbatan issiqroq keladi. 170 yil avval kuzatilgan ekan shunaqa holat deb ma'lumotlarni berib o'tib ketyaptilar. Umuman men o'sha material tayyorlashdan oldin bir kuzatdim, o'zi qanaqa yilda ketyapmiz, qurg'oqchilik yilimi degan savol berdim o'zimga va ko'rsam bizda Toshkent observatoriyasi 1868-yilda kuzatuvlar boshlagan Toshkentda, Yunusobodda. Mana shu stansiyadagi yog'ingarchilik yillar hamma ma'lumotni ko'rsam, o'sha o'zi 200 mm ga yaqin, o'zi yillik 444 mm yomg'ir yog'adi Toshkentda va o'zi 2 marta 200 mm ga yaqin yomg'ir yoqqan ekan va 1917-yil juda ham quruq kelgan ocharchilik yil deyiladi. Mana shu 1917-yilda 147 mm yomg'ir yoqqan ekan. O'zi o'sha yillar keyingi 200 mm ham yoqqan 1918-yillarda va ketma-ket 2 yil qurg'oqchilik kelishi haddan tashqari aholida ham ocharchilikni keltirib chiqargan va ana shunga yaqinroq Toshkent shahrida, ya'ni bu yil Toshkent shahrida mana o'tgan 11 oylik deylik. Mana ko'ryapmiz, noyabr oyida deyarli yog'ingarchilik o'rtalikda kuzatildi 14 mm Toshkentda va undan keyin mana hozir kelayotgan 15 kunlikda yo'q va umumiy ma'lumot 170 mm yomg'ir yog'di. Dahshat. 147 bu rekord, ya'ni 170 yillikda hozir biz 2-yilda ketyapmiz eng kam yomg'ir yoqqan davr va agar dekabrda mo'jizaviy 40 mm ga yaqin yomg'ir yog'sa, biz 3-o'ringa ko'tarilishimiz mumkin. Lekin bu kutilma hozirgi vaziyat bo'yicha yo'q. Bemalol aytishimiz mumkin, yilimiz juda ham quruq. Toshkent shahri uchun, Toshkent viloyati uchun 170 yillikdagi eng quruq 2-yil. Biz endi mana shu ekin maydonlarini qish qor yog'ingarchiliklar bo'lmasligini bilgan holatimizda yoki bo'lmasa shu kam yog'ingarchiliklarni bilganimiz holatida biz organik F preparatini sevamiz. Sabab nimaga sevamiz bu ekin maydoniga organik F preparatimizni? Hamma ko'pchiligiga ma'lumki, organik F preparatini biladigan ko'pchilik dehqonlarga, fermerlarga ma'lumki, bu preparatimiz bu tuproqdagi shu kasalliklarni va shu o'simlik mana bunday o'simlik qoldiqlarini chiritib yo'qotadi va shu bilan birgalikda tuproqda o'sha ko'pchiligi ma'lum deyarli bir 80% ga yaqin fitopatogen bakteriya va zamburug'lar tuproqda qishlab qoladi va keyingi yilga o'ziga qulay muhit kelganda shu o'simliklar, ekin maydonlaridagi o'simliklarga zarar beradi. Ana shu kasalliklardan ekin maydonini xoli qilish uchun dezinfeksiya sifatida foydalanyapmiz. Ya'ni endi shu aytaylik qor sovuqlaridan, har xil muzlashlar kamligini hisobiga mana shu kasalliklardan himoya qilib turib, o'rniga alternativ sifatida ham qo'llasak bo'ladi. Shu organik F preparatimizni bizning maqsadimiz ham o'zi shu yerimizni misol uchun kasalliklardan himoya qilish uchun mana shu preparatimizni sevamiz. Xo'p, endi ikkinchi preparatimiz bu Biasili BV preparatimiz. Nimaga bu preparatni tanladik degan savol o'zidan o'zi tug'iladi, tabiiy. Bunga sabab nimaga sevamiz Biasili BV preparatimizni? Xo'p, o'rtoqlar, ko'pchilikga ma'lum, deyarli
60-70 xil turdagi ekinlarga zarar keltiradigan zararkunandalarning ko'pchiligi bu tuproq ostida, asosan kemiruvchi hasharotlarning ko'pi tuproq ostida qishlab qoladi. Shu bilan birgalikda suvuvchi hasharotlar ham tuproq ostida yoki bo'lmasa mana bunday o'simlik qoldiqlarida qishlab qoladi. Buni ko'pchilik biladi, ko'pchiligi ma'lum. Xo'p, mana shu zararkunandalarga Biasilib B preparatimizni sepishimizdan asosiy maqsad shu qishloqga kirib ketayotganda, yer tuproq ostiga kirib ketayotganda Biasilib B preparatimiz ichidagi Bavariya Batsianni zamburug'i ana shu zararkunandalarga kasallik tarqatib turib, o'sha epidemiya tarqatib turib, zararlantirib, o'ldirib tashlaydi. Mana shu holatlarni, mana shu zararkunandalardan ekin maydonlarini xoli qilish uchun, shu zararkunandalardan dezinfeksiya qilish uchun ham mana shu Biasilib B preparatimizni sepamiz o'rtoqlar. Biz shu ikkita preparatni sepishimizdan asosiy maqsadimiz shu, maqsad qo'yganimiz ekin maydonlarini kasallik va zararkunandalardan tozalash, yerlarimizni dezinfeksiya qilish maqsadida sepamiz o'rtoqlar. Endi bu yaxshi preparat, xudo xolisa Organic F preparatini bir necha yillardan beri tuproqqa berib, o'sha tuproqdagi kasalliklardan xoli qilib turib ishlatib yurgan paytlarimizda keyingi yilgi hosildorlikka ancha ta'sir qilgan. Sabab nimaga? Mana shu ko'pchilik biladi, mana bunaqa o'simlik qoldiqlari, o'simlik qoldiqlarida, poyalarda ko'pgina makro mikro elementlar saqlanib qoladi. Bu tuproq ostiga kirgandan keyin, chirigandan keyin o'sha tuproqqa o'sha makro mikro elementlar tuproqda o'zlashtiradigan formada o'tadi. Xo'p, Organic F preparatimiz mana shunaqa o'simlik qoldiqlarini shu bilan birgalikda tuproqdagi mineral moddalarni o'zlashtirishga oson formaga o'tkazishga harakat qiladi, yordam qilib beradi. O'shani hisobiga ham bizni ham yerni boyityapmiz, misol uchun mineral o'g'itlarga boyityapmiz, shu bilan birgalikda chirindiga boyityapmiz. Shu bilan birgalikda yerimizni kasalliklardan dezinfeksiya qilish maqsadida Organic F preparatimizni sepamiz. Xo'p, o'sha Biasilib B preparatimizni o'sha aytib o'tdim, ko'pchiligi bu ham ma'lum. O'sha ham Biasilib B preparatimizni ekinlarni ustki qismida, poya qismiga ham sepsa bo'ladi. Shu bilan birgalikda ekinlarni ildiz qismiga quyib chiqsa ham bo'ladi. Sabab o'sha tuprog'i tagidagi ildiz atrofida ekinlarga zarar keltiradigan zararkunandalardan himoya qilish uchun ham sepiladi. Shu bilan birgalikda mana shunaqa shudikorlanadigan ekin maydonlariga ham sepilganda, xudo xolisi ko'pgina zararkunandalarga epidemiya tarqatib, kasallik tarqatib, o'ldirib tozalab berishga, yerimizni dezinfeksiya qilishga yordam beradi o'rtoqlar. Bu aynan mana shunaqa qish bo'lmayotgan oilada, qishi kechkishi yo'qmasa yog'ingarchiliklar kam bo'ladigan oilada qo'llash yaxshi samara beradi. Bu eng alternativ o'rnini bosadigan variant sifatida, muqobil variant sifatida foydalansa ham bo'ladi o'rtoqlar. Shu endi bu tabiatning qonuni, o'sha qor yog'ingarchiliklar bo'lgandan keyin tuproq yaxshi muzlasa yoki bo'lmasa yaxshi tuproqlarimizni muzlash darajasi chuqurroq bo'lsa, 10, 15, 20 santimetrgacha tushib borsa, ko'pgina kasalliklar, ko'pgina zararkunandalar o'lib ketadi. O'sha tuproqlar dezinfeksiya bo'lib qoladi. Endi mana shu qor yog'ingarchiliklar bo'lmagan paytda nimadan foydalanamiz deyilsa, shu o'rniga muqobil variant sifatida Organic F preparati va shu bilan birgalikda Biasilib B preparatlarimizni sepishni tavsiya qilamiz o'rtoqlar. Bu foydadan xoli bo'lmaydi. Foyda bo'lsa bo'ladiki, foydadan xoli bo'lmaydi. Natijalari xudo xolisi yaxshi, samarali bo'lishini o'zingizlar sepsanglar, foydalansanglar, tez orada ko'rib tushunib olasizlar o'rtoqlar. Dehqonchiligingizga Xudo baraka bersin. Hammani dehqonchiligi zo'r bo'lsin. Bizani kuzatishda davom etinglar. Bizani obuna bo'lib kuzatishda davom etinglar. Tez orada bundan ham yaxshi yengilliklar, yaxshi dehqonlarga foydasi bo'ladigan ma'lumotlarni berib o'rtoqlashib boramiz o'rtoqlar. Hammanglar salomat bo'linglar.